Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga hamda Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilmoqdaman. Toshkent shahrida vaqtincha yashayotgan uyimni, ya'ni Shirnobod mahallasi Orzumand ko'chasi, birinchi tor ko'cha 16-uyda vaqtincha yashab turgandim. Shu mahallamiz uchastkovoy kelib mendan pul so'radi va men pulim yo'qligini va shu paytlarda pul bera olmasligimni aytganimdan keyin bu uchastkovoy meni bir oydan buyon har narsalar bo'yicha chaqirib haqoratlar qilib va meni jarimaga tortish bilan qo'rqitib qilmoqda. Hozirda o'g'lim Aloy Humoyinbekni Yashnobod tumanidagi 3-militsiya bo'linmasiga olib ketgan va menga nisbatan va o'g'limga nisbatan ruhiy bosimlar qilmoqda. Bu O'zbekiston Respublikasida 37 million aholi bo'lsa, 38 million aholi bo'lsa, bitta menga yopishib olgan uchastkovoy. Nima emish, men 102 qilibman. Uchastkovoy ishlamagandan keyin 102 qiladi. Har bir banda, har bir fuqaro O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyada ko'rsatib qo'yilgan huquqi. Shu 102 qilganim uchun menga o'chakishib, hozir bir oydan buyon tinimsiz meni har kuni kunora chaqirib haqoratli so'zlar bilan qilyapti-da va uyni bo'shatib qo'y, uy menga kerak. Qancha uy qarindoshimniki bo'lsa ham meni oilamga ham tinchlik bermayapti, o'zimga ham tinchlik bermayapti. Hurmatli Ichki ishlar vaziri, ism familiyangizni kimligingizni bilmayman, lekin mana shu Mansur degan g'o'ddagan uchastkovoy yigitga nisbatan qonunda belgilangan biror bir chora bo'lsa, shu choralarni ko'rishingizni so'rayman. Lekin pul so'ragani fakt. O'tgan yil men $100 pul berganman.